Sen qanaqasiga? Bu yerda ham yo'q. Aftidan u yorug'lik zarralarini hammasini yerga tarqatib yuborgan ko'rinadi. Yo'qmi? Bu yerda nima qilyapsan? Men senga yangilik olib keldim. Demak, soyalar hukmdori sharqda yashiringan ekan-da. Lekin sen u yerga o'zim ko'z quloq bo'laman demaganmiding? Yoki yo'q? Aftidan hukmdorlar u yerdan biroz janubda Legiyani ozod qilishni rejalashtirayotgan ko'rishadi. Shuning uchun u yerga o'zim boraman. Unday bo'lsa soyalar hukmdori nima bo'ladi? Agar u shartnomaga amal qilsa, hech qanday muammo bo'lmasligi kerak. Aytmoqchi, senga yana bitta qiziqarli xabar bor. U yerda eng yorug' nur zarrasi borligi aniqlandi. Yomon emas. Ammo buni aytish uchun shaxsan o'zing kelasan deb hech o'ylamagandim. Kutilmagan bo'ldi, to'g'rimi? Unday bo'lsa, uni menga bermoqchi bo'lsang, unda men qarshi emasman. Va yana eng muhimi, sen uni o'zingga jalb qilishing kerak bo'ladi. Biz uni butun dunyo bo'ylab zarraning kuchi bilan aylanib yurishiga yo'l qo'ya olmaymiz. Qiziq, nega u o'zidan bunaqa beparvo tarzda iz qoldirgan ekan? U kichkina oddiy odam emasligi aniq. Sharqdagi kichik yerlar. Sizlar Koreya haqida gapiryapsizlarmi? Sening nima ishing bor? Xo'kan, uni qoldirib biz ketishimiz kerak. Agar bizni qoldirmoqchi bo'lsang, bu yerda yo'qolaver. Sizlar shunchaki keta olmaysizlar. Demak, bu sen ekansan-da. O'sha bu yerni kezib ukalarimni o'ldiradigan o'sha kichik odam. Faqat bu yerga shaxsan o'zing kelding. Va yana bizni tilni ham gapira olar ekansan. Ammo seni hayoting shu yerda o'z poyoniga yetadi. Meni yillarim seni ko'pdan beri poylab turishibdi. Xo'sh, chiqaraveringlar. Hammasi shumi? Sen rostdan ham hayratlanarli ekansan. Chiqinglar. Aftidan endi bu yerda hech kim yo'q ko'rinadi. Qanday qilibsen? Ablah. Ishga kirishing. Ahmoqlar, sizlar nima, birinchi marta jang qilyapsizlarmi? Savolimga javob ber. Shunda va'da beraman, o'liming tez va oson bo'ladi. Bu yerda ham hech narsa yo'q. Aftidan tizim menga har xil yo'llar bilan to'sqinlik qilayotganga o'xshaydi. Mayli, qachondir baribir haqiqatni bilib olaman. Chejorildagi reyd paytida 100 darajaga erishgandim. Bu narsa tasodifiy la'natlangan qutidan tushib qolgandi. O'ylaymanki, endi bundan foydalansam bo'ladi. Daraja ko'tarildi. Son Jinvu, daraja 100. Siz kalta haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Kinoning ibodatxonasi kalti. Menimcha uni topishga urinsam ham uni topa olishim dargumon bo'lsa kerak. Qo'shaloq zindon. Tizim yana o'sha yerga ishora qilyapti. O'sha hammasi boshlangan joyga. Lekin men hozir avvalgidek emasman. Va buni hammasi boshdan rejalashtirilgan edi. Agar meni hali ham kutayotgan ekansan, unday bo'lsa men seni chaqiruvni qabul qilaman. Telegramdagi Anim TV kanali uchun maxsus ovoz berildi.
Meni-ku, men tez orada qaytaman.